O'rtoqlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv Oltin ro'parasiga Energy Qorasuvga keldik. Biznes toifadagi novostroykamizga bu yoqda bizda bir nechta xonadon sotuvga chiqdi. Kelinglar birga ichki dvor bilan xonadonni obzorini qilamiz. Mana Energy Qorasuvning o'zining ichki dvori, mana o'zining akkuratni lodочкалari bor. Lodkasiga alohida bitta like bosib ketinglar. O'zining детский площадкasi, juda ham tinch sokin, trenajyorniy zonasi bor. Juda ham ko'p ozеление qilingan bu joylar, fasadi ham juda ham долговечный fasad, bemalol yuviladi va uzoq muddatga xizmat qiladi. Xonadoncha kirib oldik. Bu uyimizda yevro 2 xona bo'ladi. 48 kvadratdan iborat Energy Qorasuvda biznes klassli uyda. Mana bu o'zining akkuratniy prixoshkasi. Prixoshkadan srazu kuxnyaga kirib ketsa bo'ladi. Kuxnya ham tayyor jihozlangan. O'zini balkoni bor. Balkondan bemalol ichki hovliga vid ochiladi. Juda ham tinch sokin joylar. Keyingi xonamizni mana koridor bo'yicha kelishimiz bilan gostinniy spalnya bo'ladi. Tayyor jihozlari bemalol srazu kirib yashab olsanglar bo'ladi. O'zida mana sanuzeli bor. Mana bu xonada. Xonadonimiz maydoni 48 kvadrat. 48 kvadratdan iborat xonadonimiz 4-etajda joylashgan yevro 2 xona. Narxi kelgan bo'lsa 78 ming dollar. Xudo xolasa sunnat degani savdolashib ustida baraka qilishga tayyormiz. Описаниеda hamma ma'lumotni qoldirib ketganman. Bemalol nima savollar bo'lsa 24/7 biza aloqada biza bemalol pastki raqamlar bo'yicha telefon qilib ko'rasizlar. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.